Assalomu alaykum hurmatli huzur ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Germaniyaning Myunxen shahrida 18 fevral boshlangan va 3 kun davom qiladigan 58 navbatlik Myunxen xalqaro bexatarlik yig'iniga qatnashish uchun kelgan Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi jamiyati ENDning raisi Damon Wilson apandim 19 fevral kuni Ataydan Dünya Uyghur Qurultayining Myunxen shahridagi markaziy ishxonasini ziyorat qilib, qurultayning raisi Dolqun Aysa va qurultayning markazidagi bir qism xodimlari bilan suhbat elib bordi. Qurultayning muavin raisi Parat Yo'ronqash, qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Turg'unjon Alovdin, qurultay fondining raisi Abdujil Ahmad, muavin raisi Umid Tursun, qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin va qurultayning program yetakchisi Eva qatorliqlar suhbatda birga bo'ldi. Bundan yarim yil burun ENDning yangi raisi bo'lib saylangan Damon Wilson apandim suhbat jarayonida qilgan so'zida Dunyo Uyg'ur qurultayining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga qarata ilib berayotgan jinoiy qilmishlarini xalqaro jamoatchilikka tuyg'uzish va demokratik ellarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishini qo'lga keltirish jihati ilib berayotgan unumli faoliyatlariga shundaqla dunyo demokratiyasini ilgari surish jihatida ko'rsatgan tirishchanliklariga yuqori baho berish bilan birga ENDning uzun yillardan buyon mazlum Sharq Turkiston xalqi bilan doimo hamnafas bo'lib Dunyo Uyg'ur qurultayi boshchiligidagi ba'zi Uyg'ur tashkilotlariga moddiy jihatdan yordamda bo'lib kelganligini. Bundan keyin bu yana Dunyo Uyg'ur qurultayiga bo'lgan iqtisodiy, siyosiy va diplomatik qo'llashini uzluksiz darajada kuchaytirganligini ifoda qildi. Damon Wilson apandim so'zida yana garchi Dunyo Uyg'ur qurultayi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlari va Tibet, Hong Kong va boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlari dunyo miqyosida qanot yoydirgan norozilik harakatlari orqali 2022-yillik qishliq olimpik yig'inining Xitoyda o'tkazilishini to'sib qolmagan bo'lsa-mu, ammo ularning bu xil harakatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining xalqarada texmo keng tuyulishi va e'tirof qilinishiga vasila bo'lganligini. Dunyo matbuotlarida Beijing qishliq olimpik yig'ini bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining tang talaffuz qilinayotganligini, Beijing qishliq olimpikining ko'plagan demokratik ellarning diplomatik boykot qilishiga uchraganligini ta'kidlab o'tdi. Suhbatda Dolqun Aysa apandi Damon Wilson apandimga Dunyo Uyg'ur qurultayining yaqinqi mezgillardan buyon xalqaro sahnalarda ilib berayotgan faoliyatlari, chet ellardagi Uyg'ur muhojirlar navbatda duch kelayotgan jiddiy tahdid, xavf va xirislar, bo'libmi Tailand, Misr, Marokash qatorliq bir qism ellarda xavf ichida qolgan Uyg'ur qarindoshlarimizni qutqizib kelishning konkret choralari haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Dolqun Aysa apandi so'zida yana o'zining oldingi kunlarda Janvada Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar komitetining mas'ullari bilan ko'rishib, ularga Tailand, Turkiya, O'rta Osiyo davlatlari va Marokash qatorliq davlatlarda qiyin ahvolda turayotgan, bexatar 3-chi bir davlatga ketishini kutib turayotgan Uyg'ur musofirlarning masalani anglatganligini va bu haqda qurultayning ba'zi konkret talablarini sunganligini xotirlatib o'tish bilan birga, Xitoy hokimiyatining chet ellardagi Uyg'ur muhojirlarga qaratgan turli tahdid va ziyonkashliklarni uzluksiz oshirib kelayotganligini, shuning uchun ENDning Uyg'ur muhojirlari masalasiga alohida ko'ngil bo'lishni umid qiladiganligini bildirdi. Ko'rishish jarayonida ENDning uzun yillardan buyon Uyg'ur milliy harakatiga ko'rsatib kelgan iqtisodiy va siyosiy jihatdagi qo'llashga minnatdorlik bildirish yuzasidan END raisi Damon Wilson apandimga Do'ppa va Sharq Turkistonning bayrog'i tushirilgan iznak taqdim qilindi. Orqadan Damon Wilson apandim qurultay rahbarlarining hamrohligida Myunxen shahrida o'tkazilgan cho'nglar mashrafiga qatnashib, o'zining Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashi va sevgisini izhor qildi. Damon Wilson apandim mashrafda qilgan so'zida o'zining hayotida tunji qitim bir mashrafga qatnashganligini va buningdan cheksiz g'urur his qilganligini ifoda qilish bilan birga, o'zlarining vatandagi ota-ona va urug' tuqqanlar bilan ko'rishdan mahrum qolgan Germaniyadagi Uyg'ur jamoatidan samimiy hol so'raydiganligini ifoda qildi. Damon Wilson apandimning iltimosiga asosan Myunxen cho'nglar mashrafining qozisi elga to'nilgan san'atkorimiz Abdulmut Tursun apandim Uyg'ur mashrafining tarixi, uning mazmuni, shakli va mashrafning Uyg'urlarning milliy va diniy alohidaliklarni qo'g'dab qilishda o'ynagan roli haqida qisqa tushuncha berish bilan birga, muhojiratdagi Uyg'urlarning vatanda Xitoy tarafidan allburun tamoman cheklangan mashrafni saqlab qolish va uni taraqqiy qildirish uchun g'ayrat ko'rsatayotganligini va bu sababdan ko'plagan davlatlarda Uyg'ur mashraflarining qurilib aktiv faoliyat ko'rsatayotganligini ta'kidlab o'tdi. 58-ci növbətlik Myunxen xalqaro bexatarlik yig'iniga qatnashish uchun kelgan ENDning raisi Damon Wilson apandimning shuncha oldirish bo'lishiga qaramay qurultay markaziy ishxonasini ziyorat qilishi va Myunxen cho'nglar mashrafiga qatnashishi Germaniyadagi Uyg'ur jamoatini alohida mamnun qildi. Kuzatuvchilar Dunyo Uyg'ur qurultayiga qaratilgan noroziliklar kuchaygan bir paytda ENDning raisi Damon Wilson apandimning qurultay markaziy ishxonasini ziyorat qilishining Amerika hukumatining va ENDning Dunyo Uyg'ur qurultayiga bo'lgan yuksak darajadagi qo'llashini ko'rsatadiganligini ifoda qilishmoqda.
Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining 19 fevral chaqirilgan yig'inida 2 navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashini bu yil 5 oyning oxiri Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazish qaror qilingan edi. Mazkur qaror 20 fevral chaqirilgan Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining kengaytirilgan yig'inida qurultay tarkibidagi har qaysi qarindosh tashkilotlarimizning oxirgi qitim ma'qulligidan o'tkazildi. Dünya Uyghur Qurultayıning tashkiliy xizmatlariga mas'ul muavin raisi Farad Yo'ronqich apandimning riyosatchiligida 20 fevral tor orqali o'tkazilgan Qurultay İcraiya Komitetining kengaytirilgan yig'inida Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirishning zaruriyati haqida izohat bergan Qurultay raisi To'lqin Aysa apandim har qitim Uyg'urlar masalasi jiddiy bir xavf va krizisga duch kelganda Dünya Uyghur Qurultayıning chet ellardagi o'xshamagan qarash va iqimdagi Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullarini, olim, tadqiqotchi va mutaxassislarimizni har qaysi sohaga mansub jamoat arboblarimizni taklif qilib, milliy kengash chaqirish orqali milliy harakatimiz uchun yangi strategiya va yangi yo'l xaritasi tuzib chiqishga ahamiyat berib kelganligini, Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi dunyoga oshkorlangandan keyin 2018-yili Dünya Uyghur Qurultayı Germaniyaning Myunxen shahrida Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirib, mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va insoniyatga qarshi jinoyatlarini xalqaro jamoatchilik e'tirof qildirish uchun qanday strategiyalik yo'l tutish haqida muzokara elib berilib, bu vaqtda yangi bir yo'l xaritasi tuzib chiqqanligini, har qaysi tashkilotlarimizning va siyosiy faoliyatchilarimizning bu yo'l xaritasi asosida elib borgan unumli faoliyatlari natijasida bugun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilgan davlatlar sonining 8 ga yetganligini, har qaysi tashkilotlarimizning va chet eldagi fidokor qarindoshlarimizning moddiy va ma'naviy jihatdagi qo'llashi bilan 2020-yili Uyg'ur sud kollegiyasining qurib chiqilganligini, 2021-yili 12 oyning 9-kuni Londondagi Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb hukm chiqarganligini, bu hukmning xalqaro organlar, parlamentlar va hukumatlar uchun qonuniy asos bo'lganligini eslatib o'tdi. To'lqin Aysa apandi so'zida navbatda Uyg'urlar masalasining tarixiy bir burilish nuqtasiga qadam qo'yganligini, bir tarafdan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini texmo ko'p davlatlarga e'tirof qildirish, yana bir tarafdan Xitoyning irqiy qirg'inchiligini va insoniyatga qarshi jinoyatlarni to'sib qilish uchun xalqaro qandoq yo'l tutish, bundan keyin bir strategiya qo'llanish masalasining jiddiy masala bo'lib qolganligini, shuning uchun Dünya Uyghur Qurultayıning bu xil jiddiy holatni ko'zda tutib, bu yil 5 oyning oxirlarida Germaniyaning Myunxen shahrida 2 navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirish zaruriyatini his qilganligini ta'kidlab o'tdi. Qurultay İcraiya Komitetining raisi Umar Qanot apandi yig'inda qilgan so'zida Qurultayning keyingi mezgillardan bu yana xalqaro ilib berayotgan bir qism faoliyatlari va Uyg'urlar duch kelayotgan jiddiy masalalar haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga 2 navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirishning muhimligi va taqozoligini ta'kidlab o'tdi. Yig'inda Qozog'istondagi Uyg'ur tashkilotlari va jamoatiga vakolatan so'z qilgan milliy ustozimiz Qahramon G'o'jambardi, Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqining muavin raisi Akbarjon Bovudun, Uyg'ur akademiyasining bosh raisi doktor Rishad Abbas, sobiq raisi professor doktor Olimjon Inoyat, Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdulla Emarov, Norvegiya Uyg'ur komitetining raisi Baxtiyor Umar, Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi Andili Qaraxonli, Turkiyadagi Sharq Turkiston vaqfining raisi Muhiddinjon Uyg'ur, Dünya Uyghur Qurultayı vaqfisining raisi Abdurashid Abdulhamid, Amerika Uyg'ur birlashmasining hay'at a'zosi Alfidar Eltabir, Kanada Alberta Uyg'ur jamiyatining raisi Mukarram Qurban, Avstraliya Uyg'ur jamiyatining hay'at a'zosi Mehmet Chalabshi qatorliq ko'plagan qarindosh tashkilotlarimizning vakillarimi Dünya Uyghur Qurultayıning 2 navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirish haqidagi yuqorgi qarorni qizg'in himoya qiladiganligini ifoda qilishdi. Ovozga qo'yish orqali Qurultayning yuqorgi qarori har qaysi qarindosh tashkilotlarimiz tomonidan birdek holda rasmiy ma'qullandi. Oldimizdagi kunlarda 2 navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga tayyorlik qilish guruhi quriladi va 3-oyning boshlarida mazkur kengashga chaqiriladigan aziz mehmonlarimizga taklifnoma avatiladi. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi To'lqin Aysa, Qurultay Yoshlar Komitetining mudiri Erkinsun va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinlardan tashkil topgan Qurultay hay'ati Irlandiyadagi bir yurish faoliyatlarini boshladi. Dünya Uyghur Qurultayıning arzi bilan 2020-yili Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining 2021-yili 9-dekabr kuni e'lon qilgan Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligi haqidagi hukmnomasi Irlandiya Kengash palatasida 10 fevral kuni rasmiy muzokaraga qo'yilgan va mazkur hukmnoma asosida hozirlab chiqilgan va Xitoydan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini darhol to'xtatish, xalqaro qonun va ahdnomalarga amal qilish, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Sharq Turkistonda mustaqil tekshirish ilib berishiga yo'l qo'yish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan qaror loyihasi Kengash palatasi tomonidan rasmiy qabul qilingan edi.
Mazkur qarorning qabul qilinishi uchun kuch sarf qilgan parlament a'zolariga minnatdorlik bildirish va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Irlandiya parlamentida rasmiy qabul qilinishini qo'lga keltirish maqsadida 20 fevral Irlandiyaning poytaxti Dublin shahriga yetib kelgan To'lqin Aysob boshchiligidagi qurultoy hay'ati shu kuni kechda Irlandiyada yashayotgan bir qism Uyg'ur jamoati bilan uchrashuv ilib berib, ularga qurultoyning xalqaro sahnada ilib berayotgan faoliyatlari va muhojiratdagi Uyg'urlarning umumiy ahvoli haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga Irlandiyada yashayotgan qarindoshlarimizni Sharq Turkiston mustaqillik kurashiga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirdi. To'lqin Aysob apandi Irlandiyaga safar qilishdan bir kun burun, ya'ni 19 fevral kuni Irlandiya matbuotlarida cho'ng hajmlik maqola e'lon qilib, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga qarata rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlar haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, insoniy haq-huquqlarni yo'qlovchi Irlandiya xalqini o'rnidan dasturib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarata Xitoyga qarshi kuchli inkos qaytarishga, Irlandiya parlamenti va hukumatini Amerika boshchiligidagi demokratik allardan ulgi ilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'sinda qabul qilishga va bu xil qirg'inchilikni to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi unumli jazo va embargo tizimlarini yo'lga qo'yishga chaqirgan edi. To'lqin Aysob apandi boshchiligidagi hay'at bugundan e'tiboran Dublinda Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasini Irlandiya Kengash palatasida muzokaraga qo'yishda boshlamchilik rolini o'ynagan Kengash palata a'zosi Michel McDowell qatorliq bir qism parlament a'zolari bilan, Irlandiya hukumatining ba'zi mas'ullari bilan va Irlandiyadagi kishilik huquq tashkilotlarining vakillari ham Uyg'urlar masalasini tadqiq qilayotgan tadqiqotchilar bilan ayrim holda uchrashuv va suhbat ilib boradi. Dünya Uyg'ur qurultayi 20 fevral maxsus bayonot e'lon qilib, qurultayning mustabid Xitoy hokimiyatining Turkiyadagi eng asosli hukumatchisi va koni hisoblangan Vatan partiyasining raisi To'g'u Perinchekning izchil holdagi haqorat, tuhmat va hujumlarga uchrab kelgan Dünya Uyg'ur qurultayining sobiq muavin raisi, Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining raisi Said Tunturk apandi bilan har zaman hamnafas va hamkorlik ichida ekanligini, qonuniy jihatdan butun kuchi bilan yordam berishga tayyor ekanligini bildirdi. Turkiyadagi ashaddiy Xitoyparast Vatan partiyasining raisi To'g'u Perinchekning arzi bilan Turkiyadagi ma'lum bir sud Said Tunturkni 20 oylik qamoq jazosiga hukm qilgan va bu hukmni sirtda ijro qilish haqida qaror bergan edi. Dünya Uyg'ur qurultayining bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida Said Tunturk apandining uzun yillardan buyon Sharq Turkiston davosini oltishda tirishib kelgan qimmatli bir siyosiy faoliyatchimiz ekanligini, Xitoyning Turkiyadagi ba'zi mikroblarining Said Tunturk apandimni hujum nishoni qilib, uningga uzluksiz tuhmat chaplash va uni to'xtamay sudga berish orqali Said Tunturk apandimni ufurtishga urinib kelganligi alohida ta'kidlanish bilan birga, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik xalqaro jamoatchilik tomonidan e'tirof qilinayotgan, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining xalqaro mustaqil tadqiqot organlari tomonidan dalil isbotlar bilan oshkorlangan. Uyg'ur sud kollegiyasi Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotganining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligi haqida hukm chiqargan va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi 8 davlat tomonidan qabul qilingan ahvol ostida yana Xitoyning Turkiyadagi cho'moqchilarining paketlarini burmulab, Xitoyning Turk xalqi bilan qon qarindosh bo'lgan Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini oqlashga urinib kelganligi bayon qilindi va Dünya Uyg'ur qurultayi boshchiligidagi ko'plagan Uyg'ur tashkilotlarga va siyosiy faoliyatchilarimizga tuhmat chaplab til haqorat yog'dirib kelgan Xitoy kommunistlarining Turkiyadagi bu cho'moqchilarining oxirgi hisobda sudda mag'lubiyatga mahkum bo'ladiganligini ifoda qilindi. Xitoyning Turkiyadagi asosli zuvoni hisoblangan Vatan partiyasining organ gazeti Oydinlik gazeti bugun, ya'ni 21 fevral kuni Dünya Uyg'ur qurultayining yuqorqi bayonotiga qarshi bosh maqola e'lon qilib, qurultayni Said Tunturk apandiga ega chiqish bilan aybladi va qurultayni NDDdan iqtisodiy yordam oladigan Sharq Turkistonlik bo'lginchilarning markaziy tashkiloti deb ko'rsatdi. Oydinlik gazeti yana qurultayning yuqorqi bayonotining to'liq tekstimi o'rin oldi. Bugun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'arif, Fan va Madaniyat Tashkiloti UNESCO tomonidan bekitilgan Dunyo ona tili kunidan iborat. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'arif, Fan va Madaniyat Tashkiloti UNESCO 2000 yil 20 fevral kunini Dunyo ona tili kuni qilib bekitgan edi. Bu munosabat bilan bugun chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'ur maktablari va Uyg'ur jamoatlari ona tilimizni qo'llab qilish mazmuni qiladigan turli shakldagi faoliyatlarni uyushtirish orqali bu kunni xotirladi. Dunyo Uyg'ur qurultayi bugun Dunyo ona tili kunida Uyg'urcha amala yozig'ini ijod qilib ro'yobga chiqargan Uyg'ur va chet ellik mutaxassislar bilan vatan ichida jiddiy yo'qolish xavfiga duch kelayotgan Uyg'ur tili yozig'ini qo'llab qilish asosiy tema qiladigan muhokama yig'ini o'tkazdi. Dünya Uyg'ur qurultayi va Uyg'ur akademiyasining tashabbusi bilan chet ellik ba'zi tadqiqotchilar va Uyg'ur akademisyenlar o'tgan yildan buyon jafoliq izdanish orqali yaqinda Uyg'urcha amala yozig'ini ro'yobga chiqargan. Gerçi növbətdə görüş iqtidarını yo'qotgan Uyg'urlarning soni haqida aniq bir ma'lumot bo'lmasa-mu, ammo mutaxassislar Uyg'urcha amala yozig'ining ijod qilinishining Xitoy hokimiyati tomonidan tamoman yo'qotilishga duchor bo'layotgan Uyg'ur tili yozig'ini chet ellarda muhofazat qilish va uni taraqqiy qildirishda tarixiy ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlashgan edi.
Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu yillik Dunyo ona til kunida Uyg'ur til yoziq tarixidagi zo'r bir yangilik deb qaralgan Uyg'urcha amala yoziqini qutlashni asosiy tema qildi. Bugun Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yevropa Birligidagi xizmatlarga mas'ul alohida vakili va qurultay Bruksel ishxonasining direktori Coinstop apandimning riyosatchiligida ingliz tilida o'tkazilgan tur muhokama yig'iniga Uyg'urcha amala yoziqini ijod qilishda asosiy rol o'ynagan Amerika universitetining o'quvchisi Harry Moveray, Germaniyadagi Uyg'ur turkolog doktor Ablat Samad, Indiana universiteti O'rta Osiyo tillari tadqiqot markazining direktori professor doktor Gulnisa Nazarova qatorliqlar taklif bilan qatnashib, uzun tarixga ega Uyg'ur tili yoziqini qanday qilib qo'g'dab qilish haqidagi fikr qarashlarini o'ttirg'a qo'yib o'tdi. Bu vaqtdagi xabarning tafsilotini keyingi qaytimliq anglitishimizda diqqatingizga taqdim qilamiz. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın məlumatlarına asaslanğan növbətdə dünyada 7000 xildən artıq til bo'lib, bularning 40% yo'qolib ketish xavfiga duch kelgan. Ba'zi mutaxassislar agar Xitoyning Uyg'ur milliy ma'arifini va til yoziqini yo'qotish maqsadida növbətdə yo'lga qo'yayotgan assimilyatsiyasini to'sib qilish uchun jiddiy harakat qilmagan taqdirda, yana 40-50 yildan keyin Uyg'ur yoziqining Sharq Turkistonda tamoman g'oyib bo'ladiganligini taxmin qilishmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishcha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.